Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismi, familiyangiz, yoshingiz? Avilova Muazzam, 55 yoshdaman. Qayerdan keldingiz, Muazzam? Qirg'izistondan, Jalolobod shahridan. Qirg'iziston, Jaloloboddan. Mana bugun 7-noyabr 2025-yil. 13 kun oldin kelgan edingiz. 13 kun oldin kelganingizda nima kasallik bilan kelgan edingiz? Vahima kasalligi bor edi. O vahima kasallik necha yildan beri bezovta qilgan edi? 24 yil bo'ldi. 24 yildan beri. Bir necha marta davolangan bo'lsangiz kerak? Yo'q, bu tuzalmasa kerak deb o'ylab davolanishni hayolimga ham keltirmabman-da. U tuzalmaydigan kasal deb o'ylabman. Nima bo'ldi vahima kasallik? Avtobus, tiqin avtobusning ichida, odamlarning ichida qisilib qolganman, qo'rqib ketganman. Shu bo'yicha o'shanda boshlangan. Hozir mana 13 kun shug'ullandik, bugun 14-kun darsga keldingiz. Mana shu 13 kun ichida nima bo'ldi vahima kasallik? Alhamdulillah, vahima kasalligim yo'q. Yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi. Necha kunda yo'qolib ketdi? O'zi bir 5 kunda yo'qolib ketdi. 5 kunda. Vahimadan tashqari yana nima bor edi sizda? Bronxit bor endi. Bronxit qanday bo'ldi? Bronxit yaxshi. Buni men bildim. O'sha bronx a'zolaridagi mahalliy quvvat yo'qolib qolgan sababidan yo'talak. Men uni boshqacha tushunib davolanib, unga antibiotik rosa ko'p oldim. Hatto gormonlarni ham doktor tavsiya qilmasa ham o'zim ovorasim tezroq yaxshi bo'lsin deb. Hozir qanday bo'ldi? Hozir alhamdulillah yaxshi. Yana nima bor edi sizda? Qandli diabet bor edi. Qandli diabet, saharli diabet necha yildan beri bezovta qilardi? 5 yil bo'ldi bilganimga. Undan oldin bilmayman, balki undan oldin bormidi. Hozir qanday saharli diabet? Hozir yaxshi. Tuzalib ketdimi? Alhamdulillah, yaxshi. Yo'q, dori yo'q, ichmayapman. Hech qanaqa dori ichmayman. Lekin dorilarimni olib keluvdim. Siz tushuntirgandan keyin dorini shunday tashlab yubordim. Hech narsa bo'lgani yo'q. Yo'q. Soppa-soq yashayapsiz. Soppa-soq. Ana endi yana nima bor edi? Asabiy, o'ta asabiy. Asablar qanday bo'ldi? Alhamdulillah, xotirjamman. Necha foizga asab joylashdi? 100% ga xotirjamman. Malades. Yana nima bor edi? Ko'zimda o'sha maslaganga o'xshab qoluvdi. Ko'z mashqlarini bu yerda bajardik-ku. Undan keyin ancha o'zgarish bor. Ko'zingiz ham yaxshi bo'lib qoldi. Yana nima bor edi? Bugun Qur'onni Kahf surasini juma kunida ochkisiz o'qidim. Malades. Yana nima bor edi? Qabziyat bor edi. Qabziyat necha yildan beri bezovta qilardi? Qabziyat yaqindagilar paydo bo'ldi, lekin hozir yo'q. Yaxshi ishlab ketdimi? Alhamdulillah. Bir kunda 2 marta chiqadi. Alhamdulillah. Rahmat. Umumiy olganda necha foizga sog'lomsiz? 100% ga sog'lomman. 100%. Odamlar dori darmonsiz sog'ayar ekanmi? Sog'ayar ekan. Odamlar ko'pchiligi Ahmadjon Hasanovni mashinnik deydi, Xudodan qo'rq deydi. Senga faqat pul kerak deydi. Men shunaqa odam ekanman. Yo'q, hech ham. Men bilgan narsa meditsinada yo'q narsalar bor ekanmi? Yo'q, men hatto kelganimda ikkilanib keluvdim. Diniy tushuncha umuman yo'qolib ketarmikin, qanaqa tushuntirar ekan, shirk bo'lib qolmasmikin deb keluvdim. Qarasam bu yerda diniy ilmlar bilan dunyoviy meditsina ilmlari hammasi bo'lib tushuntirilganda men o'ta yaxshi tushundim, xotirjam bo'ldim. Ana endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salomatlik sunnatda degan gaplari isbotini topdimi? Alhamdulillah, shuni bilar edik, ya'ni o'sni og'zaki bilib turib, yana ham amalda endi ko'rdingiz shuni. Meditsina bilan qo'shilib aytilganda yana ham chuqurroq tushundim. Malades. Endi mana shunday soppa-sog'lom dalishi yashab davom etalasizmi? Inshaalloh. Rahmat sizga, sog' bo'ling, nima niyatlaringiz bo'lsa Alloh yetkazsin. Iloho ko'p yashang. Sizga ham katta rahmat. Kim nima desa desin, siz to'g'ri yo'ldasiz. Rahmat. Alloh uchun shunchalik men bilyapman sizni bu yerda yasama narsa yo'qda. Yuragingizdan yordam beryapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat.